alaykum. Bakimizda benzin akdan qo'shilmagan. Hozir mana tortib ko'rsataman-da, akdan qo'shib, yana tortib ko'rsataman. Mana. Akdan qo'shilmagan. Spesial qo'shmadik. Bak to'la. Bir 57, 58 litr benzin quyilgan dagarlar. Hozir ko'rsatamiz. Mana qaranglar. Oldik. Akdan qo'shilmagan benzin. Ay 95. Ayı 95. Böyle. Aynen. Litre 936 kettik. Bakımızda benzin eton 57-58 de. Endi hozir bir ikkita anaqa qilishi mumkin, chunki hozir yurmaymiz, tezroq ko'rsatib berishlik uchun. Mashina 2 litr turib qo'shib qo'yamiz. Rampani ozgina olib, sanasi ko'rsatamiz joyida. Rampadan 3 litr benzin olib tashlaymiz. Keyin shular bilan aralashganini birga ko'ramiz. Endi agar ozgina ko'targan bo'lsak, akdan yana ham oshib ketardi. Biz sizga sразу ko'rsatamiz hozir. То есть kesmasdan, boshqa qilmasdan. Rampadagi benzinni ozgina tortib olamiz. Shu real rezultatni ko'rish uchun. Endi hozir narigi 1 litrlik idishimizga olib ko'rsatamiz. 95 benzin edi. 95imizni olib ko'ramiz, necha bo'ladi. Men hozir 3 litrcha tortib oldim. Lekin bilinglar, hozir ko'rsatgan ko'rsatkich benzinni turilgan sari yana oshaveradi. Benzin bilan ishlashni boshlayveradi. Sırası joyda. Sırası soldik, ko'rdinglar, sırası tortib oldim, kutganimiz ham yo'q, mashina yurgani ham yo'q, chayqalgani ham yo'q. Sırası ko'rsatamiz. 95 edi, 110. Mana sizga rezultat. Bu yerda 110 dan ham baland bo'lishi mumkin, lekin akdan aylanamiz, oxiri predeli 110. 150 akdan bo'lsa ham 110 ko'rsatadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga yaxshi kayfiyat. Mashina buzilmasin, o'zingizga kasal bo'lmang.